og'rig'i, misol uchun peshonasi og'riydi, kimdadir orqa tomon tortadi, kimdadir ikki qismi og'riydi, kimdadir umumiy hisobda og'riydi bosh og'rig'i. Hozirgi 21-asrda migren, bosh og'rig'i ko'payib ketyapti. Bu oddiy bosh og'rig'idan juda ham katta farq qiladi. Minut soatlardan bir necha kungacha davom etadi. Masalan, 3 kungacha davom etishi mumkin. Hayot sifati yo'q. Ularga hech nima qiziqmas. Jarrohlar nima deydi bu borada? Nevrologik juda murakkab bo'lgan xastalik hisoblanadi. Shu preparatlarni 10 tasini ham ichsa ham bosh og'rig'i qaytmagan holatlarni ham eshitganman. Eng oxirgi chora bu jarrohga uchrashish. Men bir voqea bilan boshlamoqchiman. Men migren degan paytda Google ijtimoiy tarmog'iga yoki Yandexga yozadigan bo'lsak, birinchi o'rinda shotut sirkasi kelib chiqadi-da. Shotut sirka, ya'ni tutovnik deydi ruslar. Mana shuni ichsang migrendan qutulasan degan ma'lumotlarni ko'rib qoldim. To'g'risi, hamma buni har xil tushunadi. Men misol uchun oladigan bo'lsak, bir 96 ga chiqqan buvimiz bo'lardilar, Beruniy tomonda istiqomat qilardi, shotutlar ko'p u yerda. Mana shu sirkani tayyorlab qo'yib, ovqatdan yarim soat oldin ichib turardilar. Hech bir kasal bo'lganlarni, yo menda migren bosh og'rig'i bor deganlarni ko'rmaganmiz-da. O'zi aslida migren nima? Va migren qayerdan paydo bo'ladi? Biz qanday bilamiz migren borligini? Endi har kimda har xil bo'ladi holat. Bosh og'rig'i, misol uchun peshonasi og'riydi, kimdadir orqa tomon tortadi, kimdadir ikki qismi og'riydi, kimdadir umumiy hisobda og'riydi bosh og'rig'i. Biz hammamiz shu qon quyilishidan, ayniqsa o'sha havodagi o'zgarishlar deb bilamiz-da. O'zi aslida qanday holat bu migren? Oybek, men ham ozgina qo'shimcha qilmoqchiman bu gaplaringizga. Umuman shifokor sifatida menga ham juda ko'p ayollar keladi, boshim og'riyapti deb. Bilasizmi, bosh og'rig'ini sabablari juda ham ko'p. Bosh og'rig'i birlamchi bosh og'rig'i bor ekan, ikkilamchi bosh og'rig'i bor ekan. Va har bitta shifokor biron bir kasal kelsa, bosh og'rig'ini sababini qidiradi. Nima sababdan bosh og'riyapti? Bu travmatik, ya'ni travma bo'lishi natijasida kelib chiqqan bosh og'rig'imi yoki biron bir o'sma natijasida kelib chiqqanmi yoki bizda mana umuman migren, umuman bosh og'rig'i ayollarda erkaklarga nisbatan 2-3 barobar juda ham ko'p bo'lar ekan. Nimagaki ayollarning o'sha gormonal muvozanati buzilish holatlari ko'proq bo'lar ekan. Masalan, hayz oldi sindromi, masalan, homiladorlik, masalan, shu menopauzal davr, ya'ni klimaks deydi xalqimizda, ya'ni shu davrlarda juda ham ko'p ayollarda bosh og'rig'i